漫画偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Galili keldimi? Undaq bo'lsa, hozir Galilini sot qilishni boshlaymiz. Sotimiz hozir boshlandi. Galili, oldiga kel. Beshingni ko'ta. Buningdan 400 yil burungi ish. U chaqda xalqning eng qo'rqadigini diniy sotning so'rig'i edi. Bugungi boy ekan. Beshida tuzukchiga qamagan ekan. O nimish qilgan bog' edi? Diniy sotqiq tushkuniga qaraganda ig'ir xatolik o'tkazgan bo'lsa kerak. Galili, qandoq jinoyat o'tkazganlar bu yerga keladi, bilamsan? Meni astronomiyaga doir kitob yozganligim uchun bu yerga keldinglar-ku deyman. Rost deysan? Sen undaq kitobni ikkinchi yozmayman deb turib, yana yozg'ining nemisi? Yani kelibsan, bu kitobda ilohning yer markaz ta'limotini oshkor inkor qilib, uni nurga o'xshash, ham o'z o'qida aylanadi, ham quyoshni davr qilib aylanadi debsan. Nemish undaq deb yozding? Men amaliyotni ko'rib hayron qoldim. Shunga ba'dan unutib qopdiman. To'liq qotildimi? Og'zingni yum. Nemanchi qo'rqinchli odamsan? Agar yer shari chambarsimon aylanadigan bo'lsa, yerning ustidagi narsalarning hammasi sirtqa chiqib ketmamdi. Yer shari chambarsimon aylanamdi. Qo'rqinchli gaplarni qildigan qirkan bu. Yo'q, undaq bo'lmaydi. Chunki yer shari tatish kuchiga ega. Hamma narsa yer shariga chiq bog'lanib turdi. Shunga uningdan asrashning hojati yo'q. To'liq aqlima. Undaq bo'lganda jazman tushib ketadi. Agar tushib ketmagan taqdirda yer shari aylanmaydi degan so'z. Mana bu eng yaxshi fakir. Yo'q, mening yo'qlan gaplarni qilayotganim yo'q. Men qarang, mening buni dalillaydigan asosim bor. Men uzun vaqt hisoblab va tajriba qilib mushg'ulasiga keldim. Siz tajriba qilib demsan? Ha, shundaq. Men har qanday qarashlarimni tajriba qilish orqali isbotlayman. Shunga tajriba degan nima u? Sen o'zing isbotlay olishing notayin. Shunga qadimgi rivoyatlarda deyilgan gaplarga ishonishing kerak. To'g'risi shu. Tajriba qilmishdigi. Nada undaq ish bor ekan? Yo'q, tajriba degan nihoyat muhim narsa. Qisqa qilsan nima otsa? Tajriba nihoyat yaxshi narsa deyapman. Ko'rdingmi? Sen Galilani tajriba qilganini ko'rganmi? Ko'rgan. Men uning tajriba ishligini xil vaqtdan beri ko'rib kelyapman. Shunga men hozir shaylarning haqiqiy qiyofatini aniqlaydigan birdan-bir chora tajriba ekan deb o'ylab qoldim. Galiley tajriba nihoyat muhim degan qarashni eng boldir o'tirib qo'ygan olim. Masalan, u to'g'risi isig'liq chiroqning tavranganini ko'rgandan keyin buningga birlashtirib boshqa ishlarni o'ylagan. Hamda soatni darhol o'zi tavirtib ko'rish orqali tajriba elib bo'lgan. Garchi tavrinish o'zgargan bo'lsa-mu, 1, 2, 3 bu yoqdan bu yoqqa tavrinish 3 yerim ketdim.
Bu başlığı o'zgargan-kan. 1, 2, 3. Mundaq bo'lganda paydo bo'lgan tavrinish to'laroq o'xshash ritim bo'yicha bo'lar ekan. Galileyning Pisa munari ustida elib borgan tajribasi 2000 yildan beri kishilar rost deb ishonib kelayotgan Aristotelning ta'limotining xato ekanligini isbotlagan. Aristotel ig'ir narsaning yerga tushishi yenik narsadan tez bo'ladi deb qaragan. Halbuki mayli yenik narsa bo'lsin, mayli ig'ir narsa bo'lsin, har ikkisi yerga o'xshash vaqtda tushadi. Tajriba jismlarning yerga tushish sur'atining ig'irlik bilan munosabatsiz ekanligini isbotladi. U ana shunday sinoq qilib, o'zi aniqlagan asoslarni yig'ib, bularni bir kitob qilib yozib chiqdi. Undaq bo'lsa, uni nimcha so'roq tortildi. Odamlarning qilgan ishlarini men ba'zida toz bilib ketmayman. Aristotel haqiqatan talantli odam, ammo u tajriba ishlaganda bir ishni xato qilgan. Aristotel xato qilgan? Aristotelmi odam, shunga uningda xatolik o'tadi. To'liq valaqlama. Aristotel ulug'larning ishidagi eng ulug' odam. Uning qarashlari mutlaq to'g'ri. Anglasam sen, durbun yasabsan. To'g'ri. Durbun bilan yer ostiga yulduz va oyni kuzatgili bo'ladi. Shundaq. U nihoyat zo'r ahamiyatga ega durbunni kashf qildi. Uning bilan olamni kuzatsangiz, olamdagi narsalarning sirni nihoyat aniq ko'rgili bo'ladi. Oy burun iloh tarafidan yaratilgan. U xuddi kristaldek sirtida hech qanday dog' yo'q deb qaralib kelgan edi. Halbuki Galiley durbun bilan kuzatgan ahvol dinda deyilgan ahvolning butunlay aksicha bo'lib chiqdi. Galiley shuningdan keyin ilgirki olam to'g'risidagi tunishdan butunlay gumonlashga boshladi. O nechkichi bo'ldi, uxlamay kuzatdi. Men harag'irimga tanbamay, uning amravib nechkichini ko'z yumay o'tkizdim. Men haqiqiy ahvolni o'z ko'zim bilan ko'rishga bel bog'ildim. O kunlar nihoyat ma'nilik o'tgan edi. Yama yeri men bek charchab ketib bo'lamay qoldim. Galiley durbinni Oydan Yupiterga yo'tkazdi. Shuning bilan tarixni o'zgartkichi cho'ng taraqqiyot maydoniga keldi. Ya'ni 4 sayyoraning Yupiterni davr qilib aylanayotganligini ko'rdi. Uningdan burun kishilarning hammasi yer markaz ta'limotiga ishongashga, olamdagi barliq sayyoralarning hammasi yer sharini davr qilib aylandi deb qaraydi. Ammo Galiley yer sharini emas, balki Yupiterni davr qilib aylanayotgan sayyoralarni bayqadi. Men shundan keyin uqdim. Yer markaz ta'limotining ba'zi joylari muvofiq emas ekan. Og'zingni yum. To'liq valaqlama. Nimachi qo'rqinchli narsasan? Sen to'liq o'zingning gapini yo'g'latma. Biz bütün jamoat ilohning ta'limotlaridan qilch gumonlanmaymiz. Sen bo'lsang uningdan gumonlanib, tajriba ishlaganni ozlab, teg'i kitob yozib, e'lon qilsan. Bu bovoy qanday bo'la? Dinni sot haqning ko'nglini uftidigan, dindan xoli ishlarga hargiz yo'l qo'ymaydi. Bundaq odamlarga o't ko'ydirish jazosi berdi. Gunohkor, o'rningdan tur. Tura o'rningdan. Nima degan qo'rqinchliq? Bu bovoyga qanday jazo beray? Galiley, sen yashinib qopsan. Jiningni asra. Qandaq? Agar sen bu kitobda deganlarimning hammasi yolg'on deb imzo qo'ysang, meningcha jinoyatingni kechirim qilishga bo'ladi. Qandaq? Yolg'on nemda? Yolg'on degili bo'lamdi uni. Nima degan vashi? Nima degan ishplas haq bu? Ay! Kallangdan o'tdimi? Vashilik, ishplaslik, vashilik, ishplaslik, vashilik, ishplaslik. Galiley, qasamnomaga qo'l qo'y. Mana qalam.
Ayağı qol qo'y. Yo'q. Kitobimdagi gaplar yolg'on. Galiley. Ammo shundaqdimi? Yer shari yana. Ha? Nima deding? Shundaqdimi? Yer shari aylanadi. 还是在转动。尽管如此，地球还是在转动。 Ay! Galiley nim davatıdı, bilemse. O şundaqtımı yer şarı aylındı, yer şarı aylındı davatıdı. Şundaqtımı yer şarı aylınam diken. Sot ayaqlashdi. Yashinib qolgan, yana kelib charchab holidan ketgan Galiley davoda o'tirib qo'ydi. Keyin u qattiq nazorat ostidami kurashni izchil davomlashtirib, fanni tadqiq qilishda ching turdi va uning natijalari bir-birlab kitob qilib nashr qilinishga boshladi. Keyin bu asarlar asta-asta haqiqatparvar kishilar orasiga tarqalib, ularning kuchli ma'naviy to'rikiga aylandi. Charles Darwin buningdan 100 necha yil burun yaşagan Angliyaning biologiya olimi. O tadrijiy taraqqiyot nazariyasidan iborat bu yangi nazariyani o'ttirg'a qo'yib dunyoga tunilgan. Charles. Ben geldim dada. Balam, man qara. Bugun uyda darsingni obdan tayyorla. Anladingmi? Bo'ladi dada. Salomatligingizni ko'proq asrang dada. Men dadamni noyit hurmat qilaman. U tibbiy ilm sohasida noyit zo'r natija yaratgan doktor. Shunga uning buyadagi kishilarga bek hurmat qildi. Ochama sirtga chiqib kiray. Baldirroq qaytib kel. Mening bovam o'simlik olimi edi. Bizning oilamizdan nurg'un olim va shoirlar chiqqan ekan. Dadam meni jamoatimizning mashhur varisi qilib tarbiyalamoqchi bo'lsa kerak. Shunga u Xudoning kuni degidek. Yaxshi uyga. Menga o'xshash haq hurmatlaydigan doktor bo'l. Hergiz Darwin cemaatining nomini bulg'ama. Dadam meni ko'zlab mush gapni qiladi. Ammo mening o'zim yaxshi ko'radigan ishlarim bordi. Men tunugun ko'rgan xuncha bugun qanday bo'lib qolgandi? Bir berib ko'rib kelsan bo'ladi. Ey, ajab bo'lib ketdi. Hey, Darwin, jura shaptilab kelayli. Hey, qurtib kelaychi. Ha? Bo'lamdi. Billi berib o'ynab kelayli. Ha? Darwin, menga Baraz babam sen gap qilsangchi. To'p, bosam buray. Jura emsa. Darwin, dersini tayyorlamamsan? 19. 20. 21. 22. 23. Daraxtim bakan, to'pining qaytadan bakan. Buni u bir nimalar cho'qib bilmaydi. 24. 25. 59. 60. Oo. Amanglar keldinglarmi? Nima deganji? Qo'ng'iz turidikisi 12 xil, chekatki turidikisi 8 xil, kepenak turidikisi 12 xil, jig'noq turidikisi 7 xil. Kepenakning 7 xili bor ekan. Ha? Qandaq? Biz o'tiribdik. Biz sening g'ashara chiqish ixtiyoringga qo'l qo'ydik. Sen qoltiskansan. Darwin, men bu narsalarga umroq, shunga noyta oson yig'iman. Sen qulluqlik qilib terishqimi umroqmi? Sana o'simlikning nomi bak tunish o'xshamamdi. Shundoq. Men sana haqiqatan qoyil bo'ldim. Sen qiltiskansan-chi? Lekin cho'nglarning qarashi bizga o'xshimiz kerak. Bo'libmi dadamning qarashi boshqacha. Masalan, alayliq dadam men uchun eng qimmatli roda va men eng faxrlanadigan Shesvelning o'simlik ilmi degan kitobini axlatxonaga tashlayapti. Charles, sen kelgusida doktor bo'lasan.
O eski tüskü narsalarni əmdi yıqıcı olma, tırışıp ögen. Bəzida mən dadamni qoşub qalsın deb öydə ögünüş qılatdım. Amma yəni birdən serkib qalatdım. Qiziq ish, dadam yoqtirdigan ishlar meni hajab ason charchitib qo'ydi ekan, a? Her qitim öydən talağı çıxsam, ko'nglim xo'sh bo'laddi. Ko'ngilni astirib o'zimga yangi to'ylatdi. Her qitim atvorli qushlarni uchratganimda bunday qushlarning atlasdagi tushuntirishini tepib bo'g'ich ko'zim to'k bo'lib ketadi. Ammo yana agar bu to'g'riliq burunqlar izohat bermagan bo'lsa, men eng dastlab bayqo'g'ich sifatida tarixga yezilaman deb o'ylaydim. Bunday ahvol doim bo'lib turadi. Darvin! Ocha, men qaytib keldim. Yanchig'ingni ko'rib boqay. Yanchig'imda hech nima yo'q. Durust, Darvinning yanchig'i doim qop-quruq turadi. Bo'lib sirtqa chiqib kirganda shundoq. Andaq bo'lsa qani ko'rib boqay. Ocha. Ocha, men qaytib keldim. Yanchig'ingni mundaq qil. Ko'ring. Bu nima ish? Charles, yaqindan beri obdan o'ginib otamsan. Noyda tirishib o'ginib dada. Helaqadak eski tuski narsalarni ta'minlangma. Yo'q, tarmidim. Yaxshi. Men yapaldım. Men 16 yoshga kirganda dadam meni oldiga chaqirib mundaq dedi. Sen tibbiy institutga imtihon berishga tayyorlik qil. Sening Edinburg universitetiga kirib o'qish rasmiyatini bejarib qo'ydim. Sen tibobat ilmini xotirjam o'rgan. Mening taqdirimni kichigimdanla doktorlikqa bog'lab o'tgan ekan. Men dadamga tasalli bo'lsin uchun uning ma'qul degandim. Lekin men da shuning darslariga faqat qiziqmadim.
Dal shu vaqtda men o'zim bilan maqsaddosh odamlarni topdim. Balliq chaqlarimdan tortib menga o'xshash ishlar qiziqadigan odamlar bu yerdami aka? Darwin bu odamlar bilan tezlik kelishib qoldi va bu birinchi darajalik olimlardan jonliqlar va tabiat sohasiga doir nurg'un narsalarni o'rgandi. Darwinning dadisi uning tibbiy ilmni astoydil o'rganmay biologiya ilmiga butun zehni bilan kirishib ketganligini uqqandan keyin toza qolganmas birdan bo'ladigan o'xshaydi. Uni pop qilayli. Darwin shu sababdan kimlik dashasiga almashib ilohiyatshunoslikni o'rgandi. Ammo u o'qishni tugatgandan keyin pop bo'lmay balki bir tekshiruvchi sifatida dengiz sohilida to'xtatib qo'yilgan Begal nomli o'lchagich kemaga o'ltirib janubiy yarim sharni davr qilib aylanishdan iborat 4 yillik dengiz safarini boshladi. Hey, bu Darwin neza? Faqat gap almaydigan odam bo'pti. Qaramamsiz, uning yana o'zining sanimiga datsigini. Menga nima iloj? Bo'ptila. Qani beshiq kelginni ko'ra. Bu safar Darwinning jonliqlar ilmiy tadqiqotiga qarta tafakkurini cho'nqirlashtirib, uning diqqatini jonliqlarning paydo bo'lishi va shakllanishiga markazlashtirdi. U vataniga qaytgandan keyin shu qitimliq tekshirish natijalari asosida o'zi uzun yillardan beri o'ylanib kelayotgan masalalarni cho'nqir tadqiq qildi. Hamda jonliqlar dunyosida tabiiy sharoitning o'zgarishiga moslasha oladiganligi, jonliqning hammasi yashash va taraqqiy qilish imkoniyatiga ega ekan degan xulosaga keldi. Yana bu hammaga tushunishli tadrijiy taraqqiyot nazariyasi edi. Sizlar dunyoda botirlik bilan yashashinglar kerak.遊び好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統領